Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Aziz görünmənlər, tövəndə diqqətinizlər ötən həftədən beri Uyğurlar münasibətlik bolğan bəzi mühim hadisələr haqqında qısqaça toxtalıb ötümüz. Qani diqqətinizlər həftəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Amerika Avam Palatasının rəisi Nancy Pelosi xanımның bütün dünyanı zilziləyə salğan 2 avqustdakı Tayvan ziyarəti jarayonida e'lon qilgan bayonotida Uyg'urlar masalasini alohida tilga ilishi, muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida mamnun qildi. Nancy Pelosi xanımның bu qitimqi Osiyo safarida Tayvanni ziyorat qilishi yaqindan buyon Amerika-Xitoy munosabatidagi eng jiddiy masala qatorida xalqaro zo'r g'ulg'ulaga, shuningdek har qaysi axborot vositalarining bosh xabar temasiga aylanishga boshladi. New York vaqti gazetining 2 avgustdagi xabarda aytilishicha, Nancy Pelosi shu kuni oqshimi Tayvanga yetib kelgan bo'lib, bu o'tgan 25 yilda eng yuqori darajalik Amerika amaldorining Tayvanni ziyorat qilishi hisoblanadi ekan. Tayvanning o'zini mustaqil davlat deb qaraydiganligiga qaramay, uni izchil turda Xitoy zaminining bir qismi deb da'vo qilayotgan Xitoy hukumatı bu safarning gepi chiqqan vaqtlardan boshlab buning qarshilik ko'rsatib kelgan edi. Xitoy hukumatining kani bo'lgan Yer shari vaqti gazetining sobiq bosh muharriri Xu Shijin hatto oshkora holda Nancy Pelosi Tayvan kelsa uning aeroplanini etib tushiritish kerak degan edi. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning o'tgan haftadagi telefon suhbatida Xi Jinping bu masalani alohida ta'kidlab, biz Amerika hukumatini o't bilan o'ynashmaslikka da'vat qilamiz. Chunki o'tni kim o'ynasa shuning qo'li kuyidi degan. Ammo Amerika hukumatı buningga keskin raddiya berib, Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish huquqi bor degan edi. Nancy Pelosi bu vaqtda muxbirlarning savollariga javob berib, Tayvanning mustaqil bo'lish bo'lmasligini shular o'zlari bekitdi. Ammo bizning Tayvanni qo'llaydiganligimizni namoyon qilishimiz zarur degan. Nancy Pelosining maxsus aeroplani 2 avgust kuni Tayvanga minishning oldida Xitoy taraf urush aeroplanlari va paraxodlarini Tayvan atrofiga avatib qattiq hayvi ko'rsatgan. Amerika dengiz armiyasi buningga javoban harbiy tayyorlik ko'rgan. Buning bilan ba'zilar Nancy Pelosining Tayvan ziyorati Amerika Xitoy o'rtasidagi harbiy to'qinishga pilti bo'lib qilishi mumkin degandek taxminlarni o'ttirib qo'ygan. Ammo Nancy Pelosining sog'-salomat Taybey aerodromiga qo'nishi bilan bu vaqtdagi ko'plagan taxminlar bitishit bo'lib, Xitoy hukumatining qilmishlarini bir qatimliq diplomatlik popoza degandek fikrlar o'ttirg'i chiqishga boshlagan. Nancy Pelosining aeroplani Tayvanga qo'ngandan keyin u Twitter betida uchur yo'llab, Amerikaning 23 million Tayvan xalqi bilan bo'lgan ittifoqdoshligi hozir har qanday vaqtnikidan muhim dedi. Uning Tayvanga tushgan vaqtiga ulgurib Washington Post gazetida e'lon qilingan bosh maqolasida u mush fikrlarni taxmin tafsil sharhlash bilan birga Xitoyning Tayvan va Hong Kongdagi demokratiyani dafsand qilayotganligini ayblagan. Shundaqla Xitoy hozir Xinjiangda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi qirg'inchilik qilyotidi, shundaqla diniy e'tiqod sohasidagi yetakchilarni tutqun qilyotidi deb ko'rsatdi. Nancy Pelosi xanım bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida yana mundaq degan. Xitoy Kompartiyasi Hong Kongdagi erkinlik va kishilik huquqni bostirdi. Bir davlatda ikki xil tuzum bo'lish deganlarini axlat sandiqiga tashlab etdi. Tibetda Tibet xalqining tili, madaniyati, e'tiqodi va kimligini yo'qotish harakatini uzun yil ilib bordi. Xinjiangda musulmon Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga irqiy qirg'inchilik ilib bormoqda. Nancy Pelosi xanım bayonotida yana yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining Tayvanga bo'lgan besmini kuchaytganligi, harbiy aeroplan va paraxodlarni ishga silib Tayvanga tahdid silib, uni yutilish qasdlaganligini tilga olib o'tgan. Ondan Amerikaning Rossiyaning hujumiga uchragan Ukrainaning egilik huquqini qo'g'dag'iniga o'xshash Tayvanning egilik huquqi va demokratiyasini qo'g'daydiganligini bildirgan. Nancy Pelosi xanım buningdan 30 yil ilgari Xitoyga berib, Tiananmen maydonida Xitoyning qatlamiga uchragan o'quvchilarga ta'ziya bildirgan ham demokratiyani mangu yoqlaydiganligini ko'rsatgan edi. Nancy Pelosi xanım 2 avgust kuni Tayvanga tushgandan keyin Xitoy hukumatı buningga qattiq norozilik bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotnoma e'lon qilib, Amerikaning Xitoy bilan tuzgan Tayvan to'g'riliq kelishimiga xiloflik qilganligini, Xitoyning birligini parchalashga uringanligini ayblagan. 8 ayning 3 kuni Dünya Uyghur Qurultayı Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilganlik munosabati bilan axborot e'lon qilib, bu tarixiy ziyoratning Xitoyga berilgan kuchli zarba, zulmga uchrayotganlarga berilgan tasalli, kishilik huquq ko'rishiga berilgan ma'naviy yordam ekanligini bayon qildi. Bu bayonotnomada Nancy Pelosi xonimning bu qitimliq Tayvan ziyoratining demokratiya va kishilik huquqni qo'g'dash safari bo'lganligi, Xitoyning irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va demokratiyadan ayrilib qolgan Hong Kongliklar uchun aytganda, bu ziyoratning buyuk ahamiyatga ega ekanligi bildirildi. Bayonotda Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Isa apandimning tövandagi so'zlari o'rin oldi. Nancy Pelosi xonimning bu ziyorati Amerikaning butun dunyodagi erkinlik va kishilik huquqni qo'g'dashdagi rahbarlik o'rnini aniq namoyon qilib bergan muhim ziyorat. Xitoy hukumatining vahshiy zulmlari, demokratiya va kishilik huquq qilgan hujumlari haddidan eshib ketgan bu kunlarda biz mana mushundaq bir rahbarlikka muhtoj.
Bayonotnomada yana mundaq deyilgan. Uyg'urlar albatta bu ziyoratning muhimligini biladi. Chunki hozir Sharq Turkiston Xitoy hukumatining kishilik huquq va demokratiyani qandoq dafsan qilganligining tipik misoli. Uyg'urlarga kelgan bu dafsanchilik davomlashib irqiy qirg'inchilik aylanib ketdi. Tayvanliklarga kelgan bu besimlar davomlashib Tayvandan iborat demokratik bir davlatga qilingan ig'ir tahdidga aylandi. Dünya Uyghur Qurultayı bu bayonotining oxirida butun dunyo rahbarlaridan Nancy Pelosi xonimning ziyoratiga diqqat e'tiborini berishga, Tayvan xalqi jumladan Uyg'urlar, Tibetlar, Hongkongliklar va boshqa insonlarning demokratik haq-huquqlarini qo'g'dashga chaqirdi. Bayonotda Uyg'urlarning bugünkidek irqiy qirg'inchilik uchrashi xalqaro jamiyatni cho'chitish kerak. Chunki ular jim turganligi va Xitoy bilan murassa qilganlik uchun Xitoy bu qabih jinoyatni o'tkazishga petinaldi deb ogohlantirildi. Dünya Uyghur Qurultayı, Hasana Xalqaro Fondi Jamiyati va Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining o'rtaq sohibxonligida bu yil 11-oyda o'tkaziladigan 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiri nomli zo'r ko'lamli xalqaroliq muhokama yig'inining tayyorlik xizmatlari jiddiy olib berilmoqda. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib to'sib qilish masalasi asos muzokara temiz qilinadigan mazkur yig'in hozir qadar Uyg'ur masalasi haqida chet elda o'tkazilgan ko'lami eng zo'r xalqaroliq ilmiy muhokama yig'ini bo'lib qolgusi. 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiri tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, bu yil 11-oyning 9-kundan 10-kunigacha Belgiyaning poytaxti Bryusselda o'tkaziladigan va ichilish murosimi Yevropa parlamentida elib beriladigan mazkur yig'inga parlament a'zolari, hukumat xodimlari, siyosiy arboblar, xalqaroliq dongliq advokatlar va qonunshunoslar, diplomatlar, Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik olim va mutaxassislar, xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, har qaysilarga mansub diniy jamiyat va guruhlarning vakillari, dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullaridan bo'lib 250 nafarga yaqin zot taklif qilindi. Bularning mutlaq ko'p qismi chet ellik olim va tadqiqotchilardan iborat. Umuman navbatda Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi bo'yicha tadqiqot olib berayotgan tadqiqot markazlari, universitet va institutlarning vakillari va chet ellik mutaxassislarning hammasidagidek 2022-yillik Bryussel Uyg'ur munbiriga to'planib, Uyg'ur masalasi bo'yicha keng doirada muhokama olib boradi. Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli zo'r masalalar va Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilishning konkret tadbirlari muzokara qilinadigan mazkur xalqaroliq muhokama yig'inining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosiy guruhlar, xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro kishilik huquq jamiyati, CCGO, Reni Kassin fondi jamiyati qatorliq organlar mazkur yig'inning tayyorlik xizmatlariga yaqindan moslashib berdi. Amerika Kengash Palata a'zolari Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik va majburiy emgak chetishlik kishilarga qartilgan jazoni kengaytirish maqsadida yangi bir qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ydi. Amerika Kengash Palata a'zosi Marco Rubio va Bob Menendez navbatdagi mavjud qonunga asosan Uyg'urlarning huquqini dafsan qilishga va majburiy qul emgakiga chetishlik shaxslar jazolangan taqdirdami, ular bilan tijorat qilayotgan shirkatlarning ham Amerikaning pul muomala sistemasiga kiralaydiganligidek ahvolni nazarda tutib turib yangi bir qonun loyihasini o'ttirib qo'ygan. Senator Marco Rubioning rasmiy tor betida e'lon qilingan bayonotga qaraganda, qul emgaki qo'llovchilarini jazolash qonuni deb atalgan bu qonun loyihasida Uyg'urlarga qartilayotgan zulmga chetilganlarga beriladigan jazoning doirasi kengaytirilgan bo'lib, bu jazolanganlar bilan savdo qilayotgan va yordam qilayotgan chet el shirkatlarini jazolashni o'z ichiga oldi ekan. Mazkur qonun loyihasining Avam palata nusxasini Avam palata a'zosi Jim Banks tonishtirgan. Marco Rubio apandi bayonotida mundaq degan: Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qartayotgan bostirishining qo'rqinchli tafsilotlari intayin to'liq isbotlangan. Bu jinoyatlarda faqat bevosita mas'uliyat bo'lganlarni jazolashni kifoya qilmaydi. Ularning qo'llovchilarimi o'xshashli javobgarlik tortilishi kerak. Bu razil qilmishlarga yo'l qo'ygan har qanday shaxsning Amerikaning pul muomala bozoridan naf ilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kengash palata a'zosi Menendez mundaq degan: Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xinjiangdagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya oz sonli millatlarga paskashlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi va Uyg'urlarning majburiy emgak silinishining yer shari ta'minlash zanjirini buzayotganligida shubha yo'q. Amerika hukumati Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonunidagi belgilangan jazolar va bu qonun bergan huquqqa asosan ish ko'rishi, ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimiz bilan hamkorlashib Xitoyning jinoiy javobgarligini surishti qilish kerak. Kengash palata a'zolari Marco Rubio va Bob Menendez Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonunining o'ttirg'a qo'yuvchilari bo'lib, bu qonun Uyg'urlarga oid tunji ma'qullangan qonun bo'lib hisoblanadi.
Angliyadagi musulmon jamoati tarafidan qurilgan markazi Londondagi Stand for Uyghurs deb atalgan Uyg'urlarni qo'llash tashkilotining chaqiriqi va har qaysi ellardagi 100 dan ortiq islom va Uyg'ur tashkilotlarining yaqindan moslashishi bilan 31-iyul yakshanba kuni birli vaqtda Angliyaning London, Manchester va Edinburg shaharlarida, Avstraliyaning Sidney va Melbourne shaharlarida, shundaqla Istanbul, Kanadaning Toronto shahri hamda Amerika poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonalari oldida irqiy qirg'inchilikqa qarshi turaylik degan o'rtaq shuar ostida keng ko'lamli norozilik namoyishlari o'tkazildi. Kanadadagi musulmon tashkilotlari va Kanada Sharq Turkiston birligi tarafidan Torontodagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan musulmon tashkilotlarining mas'ullari Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qattiq la'nat o'qish bilan birga butun dunyo musulmonlarini Uyg'ur qarindoshlariga ega chiqishga chaqirdi. Oppression will be layers of darkness on Judgment Day. Washingtondagi Xitoy elchixonalari oldida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim, Sharq Turkistondagi musulmon qarindoshlariga ega chiqqan markazi Londondagi Stand for Uyghurs tashkilotiga Uyg'ur xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini va insoniyatga qarshi jinoyatlarni to'sib qilish uchun butkul islom dunyosining o'rnidan dast turishi lozimligini bildirdi. Washingtondagi namoyish Amerikadagi ba'zi musulmon tashkilotlari, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur tadqiqot markazi qatorliq tashkilotlar tomonidan birlikda uyushtirildi. O'xshash kunda Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tomonidan Istanbuldagi Sarajxona bog'chasida o'tkazilgan namoyishga minglagan kishi qatnashdi. Stand for Uyghurs tashkiloti bilan Angliya Uyg'ur jamiyati tomonidan Londondagi Xitoy elchixonasining oldida o'tkazilgan namoyishga necha yuzlagan kishi qatnashdi va namoyishchilar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi jarangliq shuar to'lab atrofni zilzilaga soldi. Wallahi, I have never suffered. This is the reality. What's the worst that can happen? We die, and if we die, we meet our Rabb, our Lord, the most merciful. Markazi Londondagi Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti bundan ilgari Londonda necha minglagan musulmonlarning qatnashishida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi zo'r ko'lamli namoyish o'tkazib, Angliya matbuotlarida kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Angliyadagi Sheffield Hallam Universitetining Helena Kennedy markazi o'tgan hafta Uyg'urlar to'g'risida hujjat xarakterlik yana bir muhim doklad e'lon qilib, Xitoyning 2017-yili boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintonining o'ynagan roliga doir yangi dalillarni oshkorlagan. Hech narsa qolmag'icha nomli mazkur doklad qayd qilinishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi mazkur yarim qurolliq yarim ishlab chiqarish organi bir ko'chmanlar mustamlikachiligining apparati bo'lib, Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishda yadroliq rol o'ynagan. Dokladda Xitoy markaziy hukumatining bintonni hukumat, harbiy va korxonalar bir gavdalashgan alayda sistema deb qaraydiganligi. Şunun bilan birga Bingtonning yuqori darajali partiya va hukumat doiralari tomonidan yer egillash, shundaqla harbiy sanoat kuchi sifatida harakat qilib, Uyg'ur o'qituvchilarini bostirish uchun yo'llangan bir mustamlikachilik apparat ekanligi ta'kidlangan. Bu G'arbdagi bir tadqiqot o'rnining tunji qatim dokladida Xitoyning 1954-yili qurilgan Sharq Turkistondagi mazkur yerim ishlab chiqarish, yerim qurolliq tashkilotini rasmiy mustamlikachi apparat deb suratlashidir. Helena Kennedy markazining 94 betlik bu dokladida qayd qilinishicha, Bington yaqinqi 5 yil mobaynida Uyg'urlarni qonunsiz tutqun qilish, turmalarga qamash, yer zamin egillash, Uyg'urlarni majburiy ko'chirish, ostirish va oldin olish xarakterlik amonliq tadbirlarni ijro qilish, ijtimoiy qayta loyihalash, diniy bostirish, majburiy emgak qatorliq vositalar orqali Uyg'urlarning hayotini va madaniyatini yo'qotishda halqiliq rol o'ynagan. Dokladda mundaq deyilgan: Uyg'ur xalqi bo'shkidan tortib hozirgacha Bington tarafidan yurgizilgan yo'l yo'riqlarning obyektiga aylanib qoldi. Bingtonning g'arazlik ijtimoiy qayta loyihalash programmasi osonliqlashtirilgan har bir Buxroning madaniyat meroslari va tilini Xitoylarning amaliyatiga va Xi Jinping ideyasiga moslashtirishni talab qildi. Bu doklad Uyg'ur xalqini yavash, davlatga beqindigan qilish uchun loyihalangan mazkur bostirish programmalarini hujjatlashtirdi. Shundaqla Bingtonning yaqinqi 5 yil mobaynida bu programmalarni qanday qilib terrorlik hukmronligiga aylantirganligini sharhlab berdi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian Tashqi ishlar ministrligining qarorlik axborot yig'inida bu dokladni tayyorlovchilarga va Helena Kennedy
markaziga hujum qilib, bu markazni Xitoy qarshi kuchlarning avangard rolini o'ynayotidi deb ayiblagan. Shundaqla bu dokladni tayyorlovchilarni Amerikaning mablag' bilan ta'minlaganligi, ulardan ba'zilarining terrorlik tashkilotlari bilan munosabati borligi, bu markazni mablag' bilan ta'minlovchining Xitoy qarshi oshqin siyosiy guruhining a'zosi ekanligini ilgari surgan. Xitoy hukumatı bu dokladdagi mazmunlarni rad qilib, Helena Kennedy markazi va uning bu dokladni tayyorlagan tadqiqotchilarga hujum qilsa-mu, lekin bu doklad Xitoyning Sharq Turkistondagi yerlik xalqlarni bostirish va mustamlik qilish uchun tashkillangan atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish banklarining ishki xizmatlariga va siyosatlariga oid tafsiliy ahvollar hujjatlashtirilgan ekan. Dünya Uyghur Qurultayı'nın Ali Məsləhətçisi və Uyghur Akademiyasının baş rəisi Dr. Rişat Abbas, Uyghur Hərəkəti Təşkilatının rəisi Roşan Abbas və Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin direktori Abdülhakim İdrislardan təşkil tapqan heyət 4 avqust günü Amerika Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Uyghur irqi qirg'inchiligini qandoq to'sib qilish masalasi haqida Amerika Tashqi ishlar ministerligining munosabatli amaldorlari bilan suhbat elib bordi. Uyghur Hərəkəti Təşkilatının rəisi Roşan Abbas, Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin direktori Abdülhakim İdris və Uyghur Hərəkəti Təşkilatıdan Babur İlçi, Arslan Hidayet, Clementine qatarlıqlardan təşkil tapqan bir heyət 26 iyul günü Amerika Avam Palata a'zosi Tom Suzy bilan ko'rishib, uning bilan Uyghur Amerika grajdanlari va siyosiy panoh tilguvchilarni Xitoy hokimiyatining davlatlar hal qilgan ziyonkashliklardan qanday qo'g'dash qatorliq muhim mazmunlar ustida muzokara elib borgan. Shundaqla 28 iyul günü Roşan Abbas xonim bilan Abdülhakim İdris apandim, yana Amerika Avam Palatasining raisi, Amerika siyosiy sahnasidagi 3-nomerlik kuchli shaxs Nancy Pelosi xonim hamda Amerika Davlat Majlisining a'zosi Jim McGovern bilan uchrashib, Uyg'urlar masalasi to'g'risida suhbatlar o'tkazgan. Nancy Pelosi xonim Tayvanga ziyoratga berishdan bir qancha kun burun elib berilgan bu uchrashuv kuchli diqqat qo'zg'agan edi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga haftalik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.